30 ming kvadrat metr. Bu 300 yoki 400 ta 3 xonali xonadon degani. Yoki bitta bahaybat 80 ta brend bilan to'lgan Arka Mebel markazi. Bu videoda aynan shu brendlar orasidan Horeca yo'nalishdagi brendlar bilan tanishib chiqamiz. Masalan, Ixlos Furniture. Brend 2005-yildan beri Safiya, Bonjot, Beshqozon va Masa kabi ko'plab Horeca bizneslari uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. Mebellari asosan buk yog'ochdan tayyorlanadi va 3 yillik rasmiy kafolat beriladi. Treat Horeca uchun mebel. Biznes uchun ikkinchi variantimiz. Brend mahsulotlari asosan quyma plastik va polipropilendan tayyorlanadi. Stullar rangini o'zgartirmasligi uchun qo'shimcha vositalardan ham foydalaniladi. Brend 2021-yildan beri Fidap, Oqtepa Lavash, Donerchi, Cafelitto va boshqa brendlar bilan ham hamkorlik qilib keladi. Navbatdagi brendimiz Fet. Fet stol stullari asosan buk va yong'oq yog'ochlaridan tayyorlanadi. Brend o'z faoliyatini 2011-yildan beri yuritadi va hozirgi kunda Nomdor, Terasa Yuz, Sayqal va Bolahovuz kabi brendlarni o'z mahsulotlari bilan to'ldirib bergan. Biznes va uyingiz uchun kerakli barcha mebellar bizning mebel markazimizda mavjud. Sizni kutib qolamiz.